Mashinangizni galovkasi o'lgan bo'lsa, remont qildirarmidingiz yo yangi olib, pachka, yangi bosarmidingiz? Agar mashinangiz 1.8 bo'lsa-chi? 99% odam yangi bosadi akalar. Mana shu akamiz ham yangi bosgan. Nima bo'lgan? Ikkinchida kompressor 2. Galovka bosilganiga rosa bo'lsa 10,000 kilometr bo'lgan. Qaranglar, galovka go'zal holatdagi galovka. Endi Eron galovkami, Pokiston, Xitoy menga qorong'i, qaysi brend, qaysi firmaligi, lekin yangi bosilganligiga ishonch bilan ayta olamiz. Xudo xolisa olib qoldik, nima qilamiz? Ikkinchi kamerani davlinasini ko'taramiz. Sababi 1da yaxshi, 3da yaxshi, 4da yaxshi. Egalari o'zi xohladi. Faqat shu ikkini o'zini qilib beringlar dedi. Ikkini o'zini chiroyli qilib, go'zal holatda qilib beramiz. O'zini galovkasi shu klapni uzganda gnezdolariga zarar yetkazgan ekan, shuni hisobiga yangi bosishgan. Endi xo'p, hozir o'zinikini ham olib keladigan bo'ldi. O'zinikini ham ko'ramiz. Agar qo'limizdan kelsa, xudo xolisa chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Shu paytgacha men yangi galovka olib bossam qanaqa yuradi 1.8 deganlarga hech bir to'liq ma'lumot bera olmaganman. Sababi yangi galovka bosib 200,000 yo 100,000 kilometr yurdimi-ku degan odam hali menga uchramagan. Mana endi bu videoda shunaqa 1.8 ga yangi galovka bosmoqchiman degan oshnalarga jo'natib qo'ysanglar, zo'r bo'ladi. Like bosib qo'ysangiz, undan ham zo'r bo'ladi.